Vi delade ut 2 månaders hjälp som avsåg september och oktober till 5 utsatta familjer i staden Maimana. Varje familj fick ett matpaket värt 1000 kronor tack vare våra generösa givare som månatligen står vid deras sida. Söre hjälper Melika, en ensamstående mamma med 3 barn. Tack vare Söres stöd får Melikas familj den näring och trygghet som behövs för att klara vardagen. Må Allah belöna henne för denna värdefulla insats. والله بخير من یادآور bo'lsam که مؤسسه yordam necha yil bo'libdiki faryobga shunday beva xotinlarga, yatimlarga, niyozmandlarga, ma'lullarga shunday yaxshi ko'maklarni faryob orasiga ko'mak qilib o'tadilar. Xudovan ularga xayr bersin, xudovan ularga ajr hasanat nasib qilsin. Ofarin himmatlariga. Voqean ma'lum faryobni shu yomontarin holatlarga bular yakataylamabdilar, ularga hamkorlik qiladilar. Xayr ko'rsinlar, tashakkur, bolalariga shukr. Xudojon bularni bundan ziyodsin. Maqsad maykanlarni ishga ketirib bersa bizda ko'ramiz bo'lmasa. Tashakkur, xayr ko'rsinlar, barakat topsinlar. Oparim bularni g'ayratiga, himmatiga, shiketigalarga, ular Temir akaga, Zero opaga Xudojon umidlarini bersin. Xudo bundan ziyod qilsin. Baran hjälper Khalbibi, en mamma med 4 små barn som dagligen kämpar för att försörja sin familj. Barans generositet skapar lättnad i en mycket svår situation. Yordam muassasasi ularga ham mavodi ozuqa ham ko'mak qiladi, har 2 oyga qirtosiyasini ham ko'mak qiladi va hamchinon har 2 oylik 1000 afg'onni shuni o'ziga beradiki, shu odam borsa u boshqa ishlarni qilmasa, kelib dars o'qisa, oynasi tuzalish uchun tashviqi bir tuhfa nochid har 2 oyga 1000 afg'onni shu Gulbadinjonga beradi. Gulbadinjon, mana okajon. Avval men shu bir joyga do'ngaga yetim edim. Bu joydan yordam, xayr ko'rsinlar, barakat topsinlar, chiqarib bordilar. Maktabga qo'ydilar. Maktabga borib kelaman, mullaga ham boraman. Kursga muqomdan birga borib kelaman. Xudojon minnat izofa qilsinlar. Xudo rizq bersin, davlat bersin, sizlarning yoshlaringizni uzun qilsin. Xudojon bizlarni boshimizga mo'mindoq sizlar ko'chadan kirsanglar, meni bachalarimga shunday jildirashib damlaringizga chiqadi. Avvallari mo'mindoq bizlarga oziqa keltirayotgan. Bizlarni alqitomimizni toza qilayotgan deb. Xudo ularni ham bir yoshini uzun qilsin, davlatini bundan izofa qilsin. Yordam soatdan men ko'p tashakkurlik qilamanki, shu mana 1-2 yil bo'lyapti. Meni xalq tomimni, bachalarimni mana shunday toza qilibdi. Bizlarni momda kunimizga rahat bo'ldi. Hediye hjälper Nasima, en ensamstående mamma med 3 barn. Nasima kämpar varje dag för att ge sina barn en bättre framtid. Och med Hedies stöd får familjen nya möjligheter och ett mer värdigt liv. Hadi yapmamdan teşekkürlik dilerim. Kitapta kalemim yok edi, nomuz yok edi. Amazon xalos verdi. Barakat topinglar, qonalar zabot. Handoqlar yeshtirama mana shuni. Undan ilgari och to'q bo'lib yurdim. Qog'oz bo'lib tiraydi. Boshqa zot bo'lib qilaydi ana. Bir yildan ko'proq bo'ldi, ana ko'mak qilasiz. Bittakina nafasim rosta bo'lib, qadim rosta bo'lib qolgan elayman. Bir oydan ko'proq bo'ldi, amalan bo'laman. Xudojon sochim sari umr bersin. To'rpoq olsa oltin bo'lsin. Meniki shu xorijdan shu bir yildan ko'p bo'libdi, shu yo'qlabdilar, shu sag'irim bilan meniki yo'davadi qilibdilar. Ko'zimda Shadiya opa menga ko'mak qilibdi. Shadiya opadan tashakkurlik tilayman. Xudojon hammasini nigavoniga bo'lsin. Sevdet hjälper Monavar, en änka med 3 barn som lever under tuffa ekonomiska förhållanden. Genom Sevdets generositet får de den hjälp som är helt avgörande för deras vardag.
taqriban 6 oy 7 oy bo'ladiki, ana ma'siya yordam Sudan tarafdan har 2 oyga mavod xorokalarini hatto qirtochasigacha biz shu xonavadaga keltiramiz. Mana bu ko'p to'plab mana shuncha mavodni ma'siya yordam Sudandan ko'mak qilgan. Ana shu sizlar ketib beribsizlar, nomxira qo'lim ham ko'rganda beli ko'zim ham dushlar ko'zim teganda beli nomxira. Ro'za shular shu sag'illarni kanalabdilar, shu sag'illarni sarfana beldilar, shu narsalarni getirdi, soch uzun umr bersin, ketmaz davlat bersin. Xudojon meni-da bekasi ko'madi yo'qlabdilar. Xudojon 2-3 o'shalarga davlat bersin, ketmaz davlat bersin. Timor hjälper Bibi Maria, en änka med 9 barn som går igenom en oerhört svår tid. Hon miste sin man och sin son för bara 2 månader sedan. Tack vare Timors stöd får familjen kraft att fortsätta. Vi ber att Allah belönar Söre, Baran, Hedje, Cevdet och Timor för deras medmänskliga insatser. Genom deras stöd får dessa familjer hopp och en ljusare framtid.